Do'stlar, Microsoft Mobile'dan Tahsin tog'amiz 16 Pro Max olyapti. Mana Tahsin tog'a, oching buni. Rahmat. O'yla sen bir telefonni ham eplolmaydi bir. Oching Tahsin tog'a, hech narsa Hech narsa qilmadimi? Necha kundan bir orzu qilib bergan narsamga erishdim akalar. Mana Microsoft Mobile'dan hozir keldi 16 iPhone 16 Pro Max'imiz. Tahsin tog'a iPhone olish uchun nima ish qilish kerak o'zi? Bir motivatsiya gaplaringizdan ayting. iPhone olish uchun sassiq ko'rpadan turish kerakdani Microsoft Mobile'ga kelib eng arzon telefonlar Microsoft Mobile'dan olish kerak. Shunday ochilaman, mana yirtib tashlamadimmi? Sinmagan bo'lsa bo'ldi. Telefonda o'zini tushirib yormang. Do'stlar, men orzuyimga erishdim. Sizga negativ bildirganlarga nima deysiz? Negativlarga shu gapim to'lka gazini bosinglar. Mana shu negativlar emas, bu gapim o'zimiz obunachilarga Yoqib ko'rsating endi buni, ishonsin hamma. Qani ochamiz. hech narsa qilmay ekan, qo'ldan tushib ketsa. Yo, tushib ketdi. iPhone-ku bu. Qanaqa svet bu Tahsin tog'a? Bu bir nima edi? Golit oltinmi? Shunaqa. Oltin rangidanda endi bu. Hozir ochdim, yangi ekan ichi ham mana. Ishlatilmagan. Telefon yo'qdi. Tahsin tog'a, yaxshi kunlar ustining Microsoft Mobile'ga sizning nomingizdan kelsa, yana ham chegirma qilib kelishtirib beramiz. Davay do'stlar, Microsoft Mobile'ga kim telefon olmoqchi bo'lsa, iPhone qanaqasidan olmoqchi bo'lsanglar, 15, 14, 12, 11, 16 bo'ladimi? Microsoft Mobile'ga bemalol kelishlaring mumkin. Tahsin tog'alar orqasidan kelsanglar, chegirma qilib beriladi.